Assalomu alaykum. Anglayotganlar Şinjan Xalq Nashriyati 2000 yili 1-oyda nashr qilgan roman Ili Dolqonlari. Avtori Abdurahmon Qahar. 2-qism. 3-bob. Davomi. Saqallari o'sib ketgan, qopqi silingan Nizomiddin telefonistning yiniga keldi. Yo'ldosh polkovnik, aloqa uzildi, dedi telefonist. Telefon simini ulash uchun ikki jangchi darhol otliq yo'lga chiqdi. Jeli bo'lgan Nizomiddin polk shtabi oldida dam soati qarab turadi. Yarim soat o'tgandan keyin ikki otliqning birisi qaytib keldi. Ulash mumkin bo'lmadi, yo'ldosh polkovnik, dedi u hasrab turib. U yernimi dushman egilab bo'pti. Aski tamliq bilan qor yog'ochliqning ichi go'midanshlar bilan to'libdi. Shu chog'dala Nizomiddin birdilla sagaklashdi. Sabdishin qani? Jangchining ovozi titrab chiqdi. U o'q tegib o'ldi. 3 kundan beri o'q to'ra yetkazadigan harbalar kelmayotdi. Tunugun kelishi kerak edi. Bugunmi yo'q. Nizomiddin hamma yiqimiz qo'rshilib bo'pti-da, deb o'yladi. O'q to'ra bu yerga 50 kilometrdan yiroqroq yerdan Daxyanzidan to'shiladi. Aslida harbalar bombardimonchi aeroplanlarning hujumidan saqlanish uchun kechasi mang'atdi. Tunugun kechasi 3 harva yo'lga chiqqan. Oldidagi harvaning odami uxlab qilib, harvaning bir chaqi yo'l chetidagi cho'nqur patqoqqa tushib ketib, uni chiqarg'ucha tong etib ketgan. Harvani patqoqdan chiqarib, amdila meng'ishiga ikki aeroplan paydo bo'lib, bombardimon qilgan. Natijada 3 harvadagi o'q to'ra portlab tugagan. Nizomiddin bu ahvollardan xabarsiz edi. Nizomiddin darhol batalyon komandirlarining yig'inini chaqirdi va mundoq dedi: Ahvolimiz ig'ir, yo'ldoshlar. Asirga ilinib qismlarga qo'shitilganlar dushman bilan aloqalashib turgan. Keyingi vaqtlarda bizning ko'proq o'ngsizliklarga uchrashimiz ashularning xoinligidan, dushmanning bizning harbiy pozitsiyamizni bilib qolganligidan bo'lgan. Hozir qo'rshovda qoldik. Eng ig'iri o'qimiz tugay deb qoldi. Bir tarafni bo'sib chiqib ketishga yetmaydi. Әмді qandaq qilish kerak? Batalyon komandirlari Nizomiddinning ma'lumotidan andishlik savolidan sagaklashib, jiddiy o'yga petishdi. Qismlar harakatlanayotgan andishsiz bu o'rinni mana әмді ko'zga ko'rinmas, ammo ig'ir bir xil vahima qoplab olgan edi. Komandirlar tamaka yo'gab chekishdi va ko'kish tamaka islarini eg'iz burnidan purqirtishib ig'ir jimliqqa cho'kishdi. Xili o'ylanishlardan keyin takliflar qo'yilishga boshladi. Ba'zilar boturlik bilan jang qilib, bir tarafni bo'sib chiqib ketish, ba'zilar qismning yarmini chekindirib, qolgan yarmini qurbon berish, yana ba'zilar bir amal qilib Daxyanzga sivaz avatish takliflarini berdi. Texi ba'zi komandirlar qism hozirgacha duch kelmagan bu ig'ir ahvoldan mangdab, nima deyishni bilolmay so'zsiz jim o'ltirishdi. Oldi bilan biz unumlikroq bir chora topayli, dedi birinchi batalyon komandiri Anvar. Bo'lmaganda foydasi oz bo'lgan chorani qo'llanamiz. Menimcha Daxyanzga yo'shircha sivaz avatish kerak. Bu yerda Daxyanzi tarafga ketadigan bir ko'tama eriq bor. Uning ikki yoqasini o'skilan o't cho'plar, qo'mishlar qoplab turadi. Mushningdan nimishqa foydalangal bo'lmaydi ekan? Jiddiy muzokaradan keyin yig'indagilar mundaq qarorga kelishdi. Ko'tama eriq ichi bilan Daxyanziga sivaz mang'uzish kerak. Sivaz piyoda dam olmay mangsa, u yerga 11-12 soatda aran yetib boralaydi. Eskartish. Sivaz xabarchi ma'nosida. Dushman uningmi qarab turmaydi-da. Shunga ham qo'rqimsiz, ham pamlik, ham otqa miqta bir jangchini avatish kerak. Nizomiddin mundoq dedi: Sivaz darhol mangson. Biz jiddiy jang tayyorligiga kirishayli. Neyzlishish jingi, quchoqlama jang mashqi ilib berilsin. Qaytinglar. Nizomiddin Anvarni ilib qoldi. Kimni avatsan? Botir G'ozini. U otqiching. Boyaqi shartlar uningdan tepiladi. Bo'ladi, uni chaqir. Anvar burilib chiqib ketdi. 10 minutdan keyin Botir G'ozini boshlab kirdi. Yo'ldosh polkovnik, chaqirishingiz bo'yicha keldim, dedi u ikki putini juplab tik turib. Rahat, vazifangni oldingmi? Angladim. Bu jiddiy, shundoqla ulug' vazifa. Butun bir polkovnikning hayot qilishi yoki tarmar bo'lishiga munosabatli vazifa. Tayyorman, yo'ldosh polkovnik. Telefon bormi? Bor. Xo'sh,
Birinchidan, menga eng yaxshi mavzur berilsa, ikkinchidan, jiran qashqingizni bersangiz. Nizomiddin kulimsirdi. Al, unadan cho'ngroqqa bo'lsin al. Qani, inim, ishingga muvaffaqiyat tilayman. Nizomiddin uning qo'lini ching siqib xo'shlashdi. Qo'mish quloqliq yuguruk jiran qashqini yetilab chiqqan Botir G'ozini yo'lga silib qo'yish uchun Nodam uning bilan ko'tama eriq yaqsiga billa keldi. Ular neredagi dushman egilab olgan eski tamliq va qo'yuq qor yog'ochliqqa nazar tashladi. Ko'tama eriq u yerning sharqidan yandab o'tadi. Ketsa bo'lsimi-g'o yilandek to'lg'inib o'tib ketatdim, dedi Botir G'ozi. Hozirmi ashu xatarlik joydan o'tib olsamla otni minimanda chopaman. Uchqur duldul meni bir soatning ichida Daxyanzga yetkazadi. Botir G'ozi otni yetilab ko'tama eriq ichiga tushdi. Otni yetilab o'zi beshini engishtirib mangsa, eriq yaqsidagi o't cho'plar, qo'mishlar uni yoshirib qolatdi. Ikkisi quchoqlashib xo'shlashdi. Og'zidan chiqarishga jur'at qilolmagani bilan ular bu xo'shlashish balki oxirgi xo'shish bo'lib qolar deganni o'ylamoqda edi. Yaxshi bayqa, neredagi tuzdan to'pchang ko'tarilsa, meni o'tib ketdi deb hisoblaver. To'pchang ko'tarilmasa, qo'y, mundaq so'zingni, dedi Nodam. Yo'ling xatarsiz bo'lsin. Men shtabga xo'sh xabar oparay. Qani mang. Nodam Botir G'ozini mang'uz o'tib, qarayog'ochga esilib chiqdi-da, u ketgan tarafga ko'z uzmay qarab turdi. Vaqtning o'tishi nihoyatda asta bilinmoqda edi. Daraxtdan tashlangan soymu qimirlamay turadi. O't cho'plar orasidagi hasharotlarning chirildishi hamma yoqning jimjitligidan Botir G'ozining shapsiz ketib borganligidan derak beradi. U shu topda naga yetib borgandi? Eski tamliqning udulidan o'tib ketganmidi? Yo'q, texi unchalik musofa besilmadi. Birer tivish anglanmasala, u o'tib ketgan va to'pchang to'zitgan bo'ladi. Anglanmag'ini tuzuk. Biroq anglandi. Miltiq, pilimut ovozlari anglandi. Nodamning ichi qorong'ulashib ketdi. Beshi aylanib tutib turgan daraxt shixi qo'lidan chiqib ketgili tasliq qoldi. U o'zini besib, chingida yumib olgan ko'zini ochdi-da, shu yoqqa qaradi. O'q ovozlari anglanib turadi. Etilayotgan o'qlar ichida mavzur unimi bor edi. Nodamning tashvishlik yuzi oqirib ketdi. Agar o'lgan bo'lsa, o'q ovozlari nimishqa besilmaydi, deb o'ylaydi u. Jiran qashqiqani, buningmi o'q deydimi ya? Nodamning kallasini qalaymaqan xiyollar o'rvalgan edi. O'q ovozlari jimiqib qoldi, lekin uning nima bo'lganligini bilgili bo'lmaydi. Nodamning yongan ko'zlari yiroqqa, ikki yonga takshi qadalatdi. Neridagi tuzdan chang to'zon ko'tarildi. Ana, chiqdi, to'pchang. Hayajonlangan Nodam xushalligini besvololmay vaqirvatdi. Daraxt shoxlarining medirlab ketganligini bayqagan dushman uningga qaratib o'q uzdi. Nodam daraxtdan biroqla sakrab tushdi-da yugurdi. Yo'ldosh komandir, dedi hasirab kelgan Nodam Anvarga. To'pchang ko'tarildi. Botir G'ozi o'tib ketdi. Biroq etish bo'ldi. Anglagansiz? U yordar bo'lgan bo'lishi mumkin. Anvar Nodamdan olgan xabarni Nizomiddinga tez yetkazish uchun polk shtabiga yugurdi. Rost, Botir G'ozi o'tib ketgan edi. U etini yetilab eski tamliqning uduliga kelganda, dushman qo'mishlar orasidan jiran qashqini ko'rib qoldi-da, o'q uzdi. Botir G'ozi otqa chaqqonlik bilan mindi-da, qarniga tushib olib, etishib chopdi. Ular yopirilib kelganda Botir G'ozi uzab ketgan edi. U shundoq tiz chepib borganicha Daxiyazda turishliq polkning komandiriga Yinju xodiki ahvollarni doklad qildi. Polk komandiri darhol Bo'rtala, Arishang, Simptoza va Kangsaydagi qismlarga jiddiy telefon berib etib, ayol qolmay o'z polkini boshlab yo'lga chiqdi. Nizomiddin polk ofitserlari, batalyon komandirlarini boshlab chiqib, ularning yo'liga qarab turdi. Botir G'ozining ketganiga 2 soat bo'lgan edi. U hilidan hiliga soatiga qaraydi. Mana 3 soatmi o'tdi. Qarayog'ochga chiqib, shu yoqni kuzatib turgan jangchi chang to'zon ko'tarib nurg'un otliqlarning kelayotganligini xabar qilib keldi. Eski tamliqda qisqa etishish bo'ldi. Daxiyazdan chiqqan polik bu yerni qurshab kech kirishini kutib turgan dushman saflarining bir tarafini buzib yetib keldi. Polik komandirlari bir-biriga hurmat bilan chas berishib ko'rishdi.
Батыр Ғази Jiran Qashqadan sakrab tushib, Nizomiddinning oldiga keldi-da, doklad qildi. Yo'ldosh polkovnik, jiddiy vazifani to'liq ado qildim. Uning yorilinib, daki bilan tengilgan so'l qo'li bo'yniga esilgan edi. Yaraysan, Батыр Ғаzi, sen qo'sh Baturluq ordeniga munosib jangchisan. Seni yana Baturluq orden bilan mukofotlayman. Nizomiddin olqish tantana ichida o'z ko'ksidagi Baturluq ordenini ilib, Батыр Ғазының мәйдісідегі Батырлық орденінің yeniga taqab qo'ydi. Әтісі әтігенде полк командирі Nizamiddin bosh shtabga tuvandikcha xat yozdi. Yinjuxuda uzoq vaqtdan beri hujum qilish, ilgirlayolmaslik, terkishish pasayib qilish, yana hujum qilish, yana ilgirlayolmaslik, ammo qurbon berish, jonliq kuchlarimizni xo'ritish bo'lyotidi. Meningcha bu yerda ma'lum harbiy kuch qoldirilsa, yana bir qism harbiy kuch tog' ichi bilan Shexuga yurish qilsa, bu dushmanga ig'ir vahima ham tahlika soladi. Bu vaqtda Yinjuxunimi, Shexunimi ilish oson bo'lishi mumkin. Balki bir vaqtda bo'lar. Tezroq o'ylashib beqishinglarni umid qilaman. Ham buyruq kutaman. 4-bob. Uyquning qadri jangchilarga eng ko'p o'tiladi. Uyqu sirab ketganda sapda ketib berib uxlab qilish odatda yuz berib turadigan ahvol. Qosh qaraganda birla buyruq bilan yo'lga chiqqan jangchilar yarim kechagacha to'xtamay yurdi. Amdi dam ilishga buyruq beriladi deb turganda birdilla yomg'ir yig'ib qoldi. Ko'zning ochiqini chiqarib oladigan vaqtmi berilmadi. Rasa tutib kelayotgan tatliq uyqu xumarimi tarqilib ketdi. Ustivashmu, toshliq yo'lmi chiliq-chiliq suv bo'lib, yurish qiyinlashdi. Biroq sapda turganlar tetiklashib salqindab qolgan edi. Yomg'ir to'xtamay yig'vatadi. Yelala jangchilar bilan ko'z qisishib o'ynagan yulduzlar yuzi qora bulutlar bilan qoplanib, salla nerini ko'rgili bo'lmaydi. Agar yo'l sayliqning ichi bo'lmaganda adishib ketish mumkin edi. Tong suzlashga boshladi. Yomg'ir simildab yig'ib to'xtab qoldi. Bir kechilik qattiq yurish bilan polik tong atganda taqir tag'liq qo'y toshqa keldi. Bu yer qishloq edi. Tomlari toshdan qo'pirilgan, usti agri-bugri terak, shox va qo'y qig'lari bilan yepilgan anqir qoy ochiq eski uylar pakar tog' bag'rida g'iribsinib turadi. Oldida yetib kelganlar ba'zi uylarda uzunligi 3 metr, tomliqi belakdek yilonlarni ko'rib qolmagan bo'lsa, jangchilar mushu uylarga kirib uxlab ketgan bo'ladi. Uningsizmi komandirlar ho'l kiyim bilan uxlashga ruxsat qilmadi. Hammasi chiliq-chiliq suv bo'lib ketgan kiyimlarini silib siqdida toshlarga yeyishdi. Polikning hamshira qizlarimi yeliqi vayrona uylarning keyniga o'tib, kiyimlarini silib siqdi va shu chog'dala bir-biriga qarshi kulishdi. Qizlar, nimaga o'xshab qoldik? Dedi Hajar ichki kiyimi bilan dirildab titrab, zo'ng'izib o'ltirishgan do'stlariga kulib qarab. Uning chiroyidan qiziqchiligi bilinib turadi. Rayhon javob berdi. Nimaga o'xshaydiq? Maymunga o'xshab qolgandimiz? Mushu turqimizda bizni yigitlar ko'rsa, badar qochidi jumonglar. Har qanday saatlari bo'lsin degina. Alvos ko'rdik deydi-da. Odam degan kim bilanla odam ekanda, bo'lmasa ajoyiblar maqsadga o'xshab qoldi ekanmiz. Ba'zi bizanlarga qochmoq tugul, dedi birsi. Ijara qarabla turar, chiroylarimi bir qisma bo'lib ketadi-da. Texi bizni maravat qilar bormi? Kim biladi? Hammasi to'rt atrofiga qarab kulib ketishdi. Ularning kulka sadolari toshdan toshqa urilib jaranglab, yaqin atrofdagi kakliklarni yiroqqa qochiribdi. Hajar tinim topmay qiziq gaplarni qiladi va ularning xiyoliga kirmagan ishlarni so'zlab kuldiratdi. Agar kimdi-kim shu topda o'g'illarga qaray olsa, uni botir deymiz, dedi u Rayhonga qarab. Qani sen qarab baqina, ular qandoq bo'lib qoldi-kin? Qarg'in kelib ketgan bo'lsa, o'zinglar qarab botir bo'lib olmamsan. Qani, marhamat. Yeli badar qochidi da'vatatding. Endi o'zingning qarg'isi kepti-da. Qizlar kulishdi. Rayhon birdilla chiroyini o'zgartib, o'ychan ko'zlarini bir nuqtaga tikib turib qoldi va o'z-o'ziga so'zlagandek mundoq dedi. Bir zamonlar kelib, bolalarimizga bizmi shundoq turmushlarni o'tkazgan deb so'zlasak, balki ular hayron qolar. Ozodlik, tanglik, barobarlik uchun mushundoq azobli safarlarni qilganligimizni ular nerdanmi bilsin? Biz deymiz-da,
dedi Hajar uningga ulab. Ko'ralima, harmalar, senlarning xotirjam yashashiga biz asos solgan. U chog'da biz ashu zimlankalarda yetib qopib, jang qilmagan bo'lsak, sizlar bu oppoq, ozod uylarga ega bo'lolmaytinglar. Biz ashu cho'l idirlardan, tog' davollardan oshmagan bo'lsak, sizlar bu ratlik, baroqsan, chiroyli ko'chalarni ko'rmagan bo'latdinglar. Deymizda, keyingi avlodlar o'z ota bobolarining tarixini bilmasa, xuddi qarg'u odamdek tamtilab mangolmay qolmamdu. Rayhon hayocinni besib tog' shamollari yuziga yoygan sochlarini barmoqlari bilan tarab kayniga surdi. Odamlar o'ziga ishonsa, qilayotgan ishining haqliqligiga ko'zi yetsa, har qancha xatarlik safarlardimi kelgusini kelechakni o'ylaydi. Hamshira qizlar kiyimlarini shamoldatib quritishdi va purlashgan yerlarini uvlab, alqonlari bilan besib, ratlik kiyavilishdi. Beshiga ispanka, putsiga gimnasturka, yopka, oyg'iga o'tuk xo'p yarashgan jangovar holat asliga keldi. Qani juringlar, dedi Hajar. Amdi odam siyoqqa keldik. Ular tamlar keynidan chiqib, tog' bag'ridagi kangri sayga keldi. Jangchilarning ba'zilari yonboshlagan, uxlashgan, ba'zilari o'tuklarini kiyishayotgan va ba'zilari 4-5 dan bo'lishib olib, qiziq paranglarga tushgan edi. Botir G'ozi atrofiga 7-8 odamni yig'ib olib, Aldar Kosining qiziq ishlarini so'zlab, ularni rosa kuldirayotdi. Qizlar kulka ko'tarilayotgan bu to'pqa kelib qo'shildi. Qani, Botir G'ozi, qizlarga atab, qiziq gaplaringni boshlag'ina, dedi birisi. So'zlasam so'zlay, ammo qochmaysizlar, dedi u gapini boshlab. Bir yezida bir bag o'tgan ekan. Bag chasaqalliq mazgilida xotinining ustiga yana bir xotin opdi. Ikki xotin bir-biridan bagni kunlaydigan. Bag cho'ng xotinining uyiga borsa, u kichik xotin buningga amroq bo'lib ketmasin deb saqlaning qarsini yo'ladi ekan. Kichik xotinning uyiga borsa, u cho'ng xotin o'ziga qartib olmasin deb saqlaning yaqini yo'ladi ekan. Shunda qilib bu bag bir oyga bormayla kos odam bo'lib qopdi. Hammasi qaqaqlab kulib ketdi. Qizlar qizirib o'rnidan turdi. Botir G'ozi kulmay, "To'xtanglar, to'xtanglar. Bu da o'g'illarni o'xshitman", dedi. Hajar keyniga qayrilib, "Shuning bilan hiliqi bag toza sat xotinga aylanib qopti danga", dedi. Jangchilar texmi qattiq kulishdi. "O'la, Botir G'ozi, mana o'xshatdi degan." Bu chaqda Nizomiddin tog'ning beshida edi. U sharq tarafga nazar tashlab turardi. Uning gavdalik basti, tik turgan qomati shunchalik hayvatlik ko'rinadiki, tuvandan qaraganda odamga u tog' ustidagi jangchilarni emas, go'yo mushu tog'larni yetaklab ketib borgandek bilinadi. Uning mursidagi pagonda 2 baldoq, 3 yulduz, peshonasiga kakar, o'tkir kun nurida valdab turadi. U gavdisini asta burab g'arbga nazar tashladi va durbunini ko'ziga tutib uzoq qarab turdi. U kechidan tortib hozirgacha tush bo'lay degicha o'z jangchilarining og'ziga bir tishlam non solmaganligini biladi. Shuning uchun u g'arbga ko'proq nazar tashlaydi va to'q kishilardek g'amsiz holda qiziq gaplar, kulkilar bilan vaqt o'tkazayotgan jangchilarga zo'qlanib qaraydi. Ana, harvalar to'galar karvoni ko'rindi. Gruppa bo'lib o'ltirishgan jangchilar non bilan pishqan go'shtni mazza qilib yeyishdi. Davomi bor.